Bu kishim doimgidek fiz razminkada. Yaxshi ham ayt loy emas. Yiqilardi. Anada yiqildimi lekin ketdi. Sekin. Boring. Ey, sizga oshcha yugurishim mumkin emas. Qarang, chichaman qo'yasiz hozir. Ah, xudoyim. Mana yoqdan qo'y. Menga, mana sekin yiq. Mana yoqdan chiq. Mana joy bor. Chop ashlamonga. Birortasini ziyonga tiq. Ket, fiz razminkada bunga kechib payt. Voy mashallah. Men tomonga bitta yugurish qiling. Bosing mashaqa, ha. Faqat mana duolga urilmasangiz bo'ldi hisob. Start nima, darvozaxonagacha, naryoqda darvozaxona, ha? O yoqda, davay. Sekin. Bitta opa qilib qo'yaman, keling. Ha, peshonangizdan silab qo'yaman. Qulog'ingizga alo deb qo'yaman, keling menga. Menga keling, qulog'ingizga alo deb qo'yaman, keling. Alo. Choping. Ajoyib, meni molim ajoyibda, qarang. Hamma mol bunday to'g'ri tursa, meniki ukulunda-da. Nimaga unaqa ekan bu? Motomoni baland e'tibor berasiz, motomoni past. Boringcha yugurib keling, ha, hazm qilib keling. Bo'ling, opa qilib qo'yaman. Siz razminkangizni bir bilish qo'ya dedim-da, yaqinlarim bilan. Bo'pti, kipriklar osakamga o'xshayapti. Buni ham o'stirdingizmi? Siz ham bilasiz, ha, nima qilishda? Davay. Boring, marafon davom eting. Axiyran muchachlarimizni joyi ham bitdi. Ma'lumot o'rnida yangi qo'shilganlar uchun. Bu oddiy, befoyda bo'lib turgan molxonamizni chiroyli qilishni achishga qilib, gipsat kartonlardan loydan 3 ta broilerlarga joy qildik. Bizning profilimizda xuddi shunaqa uy sharoitida, qishloq sharoitida hayvonlardan daromad qilish rubrikalari olib boriladi. Tamom, broilerni olib kelib yetishtiramiz xudo xolisa. Jarayon davomida bo'lishib boraman. Xuddi shu holatda bo'ladi. Buni odatda bunaqa cho'michasi bo'ladi. Mana bu pipkalarni olgan aptekamda, vet aptekamda cho'mich tugab olgan ekan. Zakaz berib qo'ydik. Nasib bo'lsa ertaga kelsa, olib shuni o'rnatib qo'yamiz. Galaktikani yorug'ligini ko'ryapsizmi? Пожалуйста, свет выключи degan paytda pastlatib qo'yamiz. Broilerlarimiz o'lmasdan 40 kun yashab berish uchun qo'limizdan kelgan hamma sabablarni qildik, xudo xolasa. O'zimda ham qo'rquv bor, rostdan ham qanaqa bo'lar ekan. Chunki men broiler boqqan edim, oxirgacha boqmaganman, jicha katta bo'lganda sotib yubordim. Bu endi boshqacha. 40 kunlik marafonda endi bu menga, xudo xolasa. Voy. O'zim ham ishonmayapman, men bitirib yuborganimizga, bor-ku. Har 40 kunda 4 million, 5 million, 3 million, ha, bo'lganda 7 million. Teshib chiqami cho'ntakka og'irlik qilmaydi-yu. Esolomon jo'jani aytib, olib kelib olsak, marra bizniki. Keyingi proyektimizda startini beramiz, xudo xolasa. Shunaqa qilib muchacholarimizga joyda amallab yasab oldik. Kasal bo'lmasligi uchun hamma sabablarini qildik. 2-3 martadan polini yuvdik, dezinfeksiyalar qildik. Haraqa mana gofraga mana paddoncha deydi, xullas yopilib ochiladi. Shunaqalarni qildik. Suv idishlarning dezinfeksiyaligini olib keldik. Oxladik. Menimcha akkuratna bo'ldi, xudo xolasa. Molxonaga mol tashlagani pulimiz yo'q. Mol olish uchun endi pul ishlash maqsadida broiler molxonaga broilerxona qildik.